9-mayda Moskvaga bormang. Zelenskiy paradga borganlarga nima bo'lishi mumkinligini aytdi. Isroilda keskin chaqiriqlar, G'azoni, keyin Livanni olamiz. Bayrutda qonli zarba. Moskva ultimatumni takrorladi. Sulh buzilsa, Kiyevga nima bo'lishini aytdi. Xitoy harbiy tizimi larzaga kelmoqda. Sobiq vazirga chiqarilgan hukm global e'tiborni tortdi. Elon Musk tarixdagi eng katta soliqni to'ladi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. AQSh Eronga bugun yana zarba berdi. Tehron dahshatli javobni boshladi. AQSh va Eron payshanba kuni o'zaro harbiy zarbalar almashdi. Bu 7-apreldan buyon amal qilib kelayotgan sulh uchun eng jiddiy sinov sifatida baholanmoqda. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Eron harbiylari AQShni Hormuz bo'g'ozidagi ikki kemaga va Eron hududlariga zarba berishda aybladi. Tehron ma'lumotiga ko'ra, hujumlar Kemsh oroli hamda Bandar Hamir va Sirik atrofidagi hududlarda amalga oshirilgan. Bunga javoban Eron AQShning Hormuz bo'g'ozining sharqiy qismi va Chabahar porti yaqinidagi harbiy kemalarga hujum qilganini ma'lum qildi. Eronning Xatam al-Anbiyo markaziy shtabi vakili zarbalar natijasida katta talafot yetkazilganini iddao qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi esa Eron tomonidan raketalar, dronlar va kichik katerlar yordamida 3 ta AQSh esminetsi nishonga olinganini bildirdi. Shu bilan birga Washington Eronning raketa va dron obyektlariga javob zarbalari berilganini ma'lum qildi. CENTCOM mojaroning yanada keskinlashishini istamaydi, biroq AQSh kuchlarini himoya qilishga tayyor, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. AQSh prezidenti Donald Trump esa vaziyatga izoh berar ekan, sulh hali ham saqlanib qolayotganini ta'kidladi. Bugun ular biz bilan o'ynashga urindi, biz esa ularni yakson qildik, dedi Trump jurnalistlarga. 9-mayda Moskvaga bormang. Zelenskiy paradga borganlarga nima bo'lishi mumkinligini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayrim davlatlar vakillarining 9-may kuni Moskvaga borish rejasiga munosabat bildirib, buni tavsiya etmasligini aytdi. G'alati istak, aynan shu kunlarda biz buni tavsiya etmaymiz, dedi prezident kechki murojaati davomida. Uning so'zlariga ko'ra, Kaspiy dengizi hududida kalibr raketalarni uchirish imkoniyatiga ega bo'lgan raketa kemasi nishonga olingan. Bundan tashqari, Rossiyaning Perm viloyatida joylashgan neft zonasiga tegishli obyektga ham zarba berilgan. Zelenskiy bu obyekt Ukraina davlat chegarasidan 1,5 ming kilometrdan ortiq masofada joylashganini bildirdi. U yana Bryansk yo'nalishi, Tuapse shahri va Rossiyadagi ayrim strategik neft obyekt qilingan hujumlar natijalari yaxshi bo'lganini aytdi. Zelenskiy Ukraina 6-maydan boshlab o't ochishni to'xtatishni ta'minlashga tayyor bo'lganini eslatdi. Ukraina Rossiyaga o't ochishni to'xtatishni taklif qilgan edi va bu birinchi taklif emas. Bu safar 6-maydan boshlab sulh taklif qilindi. Ukraina to'liq sukunatni ta'minlashga tayyor edi. Ammo bizning tinchlik haqidagi taklifimizga javoban Rossiya tomonidan faqat yangi zarbalar va yangi tahdidlar bo'ldi. Ular Ukrainadan o'z paradlarini o'tkazishga ruxsat so'ramoqda. Yiliga bir marta 1 soat maydonga xavfsiz chiqish uchun, keyin esa yana xalqimizni o'ldirish va urushni davom ettirish uchun, dedi u. Isroilda keskin chaqiriqlar, G'azoni, keyin Livanni olamiz. Bayrutda qonli zarba. Isroil va Falastin o'rtasidagi keskinlik yangi va xavfli bosqichga o'tdi. Yordan vodiysining shimolidagi Hirbet Samra hududida isroillik ko'chmanchilar falastinliklarga hujum qilib, o'q uzgani oqibatida bir nechta falastinlik yaralandi. Bu voqea hududdagi zo'ravonlikning endi alohida to'qnashuvi emas, balki doimiy bosim va qo'rquv strategiyasiga aylanganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga yanada keskin va xavotirli chaqiriqlar paydo bo'ldi. O'ta o'ngchi ekstremist okkupant sifatida tanilgan Daniel Weiss ochiq ravishda
G'azo va Livanni egallashga chaqirdi. Uning bayonoti mintaqadagi keskinlikni yanada kuchaytirdi. Biz Isroilning barcha va'da qilingan yerlarga joylashamiz dedi u va isroilliklar dastlab G'azoni, so'ng Livanni bosib olishini aytdi. Bu so'zlar oddiy radikal ritorika emas, ular mintaqada hududiy ekspansiya haqida qo'rquvlarni yana jonlantirdi. Ayni damda Benyamin Netanyahu Bayrutda amalga oshirilgan maxsus operatsiya haqida bayonot berdi. Uning aytishicha, Isroil Rizvon kuchlari qo'mondonini yo'q qilgan. Kecha biz yo'q qilgan Rizvon kuchlari qo'mondoni shimolni zarb etish rejasiga boshchilik qilgan edi. U Bayrutdagi yashirin terrorchilik qarorgohidan turib, bizning kuchlarimiz va aholi punktlarimizga qarshi hujumlarni boshqarishda davom etishiga ishongan edi, dedi Netanyahu. U yana keskin ogohlantirdi. Aftidan u matbuotda Bayrutda o'ziga daxlsizlik huquqi berilgani haqida o'qigan ko'rinadi. Hech bir terrorchi daxlsizlikka ega emas. Moskva ultimatumni takrorladi. Sulh buzilsa, Kiyevga nima bo'lishini aytdi. Rossiya Mudofaa vazirligi o't ochishni to'xtatish 8-maydan 10-maygacha davom etishi, Ukraina bunga amal qilmasa Kiyev markaziga raketalar uchirishdan qayta ogohlantirdi. Vazirlik 7-may kuni o'zining Telegram kanalida tegishli bayonot berdi. Bayonotda prezident Vladimir Putin qaroriga asosan qabul qilingan sulh haqida ma'lumot berilgan. Vazirlik 4-may kuni ham o't ochishni to'xtatilishini e'lon qilgandi. Yangi bayonot eslatma tariqasida berilmoqda. Ko'rsatilgan davrda maxsus harbiy operatsiya hududidagi Rossiya qo'shinlarining barchasi jangovar harakatlarni to'liq to'xtatadi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, Ukraina harbiylari mavjud bo'lgan joylarga, harbiy sanoat kompleksi va qurolli kuchlarga aloqador infratuzilma obyektlariga dengiz va havodan zarbalar yo'llash cheklanadi. Rossiya Ukrainani ham bunga amal qilishga chaqirmoqda. Agar Ukraina qurolli kuchlari maxsus harbiy operatsiya zonasida sulhni buzsa, shuningdek Rossiya hududidagi aholi punktlari va obyektlarga zarba berishga urinsa, Rossiya munosib javob beradi. Eslatib o'tamiz, agar Kiyev rejimi g'alabaning 81 yilligini nishonlashga to'sqinlik qilishga urinsa, Rossiya Kiyev markaziga ommaviy raketa hujumi uyushtiradi deya ogohlantirdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Shuningdek, vazirlik Kiyevdagi tinch aholi va xorijiy diplomatik vakolatxonalar xodimlarini shaharni tark etishga chaqirdi. Xitoy harbiy tizimi larzaga kelmoqda. Sobiq vazirga chiqarilgan hukm global e'tiborni tortdi. Xitoyda harbiy sud sobiq mudofaa vaziri Li Shinfun korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda aybdor deb topdi, deb xabar berdi RIA Novosti, Xitoy markaziy televideniyasiga tayanib. Ma'lumotlarga ko'ra, u pora olish va pora berish holatlarida ayblanib 2 yillik kechiktirish bilan o'lim jazosiga hukm qilingan. Qayd etilishicha, belgilangan 2 yillik muddatdan so'ng jazo muddatidan oldin ozod qilish imkoniyatisiz umrbod qamoq jazosiga almashtiriladi. Sud qaroriga muvofiq Li Shinfun siyosiy huquqlardan umrbod mahrum etilgan hamda uning barcha shaxsiy mol-mulki musodara qilinadi. General Li Shinfun 2023-yil mart oyida Xitoy mudofaa vaziri lavozimiga tayinlangan edi. Oradan bir necha oy o'tib 2023-yil oktyabr oyida u barcha davlat va harbiy lavozimlardan ozod etilgan. 2024-yil iyun oyida esa unga nisbatan korrupsiya bilan bog'liq tergov boshlanib, u Xitoy Kommunistik partiyasi safidan chiqarilgan. Elon Musk tarixdagi eng katta soliqni to'ladi. Elon Musk tarixdagi eng katta shaxsiy soliq to'lovlaridan birini amalga oshirganini ma'lum qildi. Milliarderning aytishicha, u 1 yil davomida 10 milliard dollardan ortiq soliq to'lagan va bu insoniyat tarixidagi eng yirik shaxsiy soliq to'lovlaridan biri hisoblanadi. Musk bu bayonotni ijtimoiy tarmoqdagi muhokamalar fonida bildirgan. U boy insonlar soliqlardan qochayotgani haqidagi tanqidlarga javoban, boylar soliq to'laydimi? Ha, ular adolatli ulushini to'laydimi? Hatto undan ham ko'proq degan fikrni qo'llab-quvvatladi. So'ngra u shaxsan o'zi 1 yil ichida 10 milliard dollardan ortiq soliq to'laganini yozdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu ulkan soliq summasi asosan Tesla aksiyalarining opsionlarini sotish va ulardan foyda olish bilan bog'liq bo'lgan. 2021-yilda Musk milliardlab dollarlik Tesla aksiyalarini sotgan va AQSh qonunlariga ko'ra bunday daromad juda katta miqdorda soliqqa tortilgan. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, uning o'sha davrdagi federal soliq majburiyati 11 milliard dollarga yaqinlashgan. Mart oyida e'lon qilingan Forbes reytingiga ko'ra, Elon Musk ketma-ket 2-yil dunyoning eng boy insoni bo'lib qolmoqda. Uning boyligi asosan Tesla, SpaceX, XA va X kompaniyalaridagi ulushlari hisobiga shakllangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.